Aka, Samarqand Jomboyni qayerga ketyapti? Samarqand Jomboyda Sarchashma mahalla Mangit qishlog'iga boryapti. Bu Mangit qishlog'ida apparatlar bormi? Bunaqa apparatlar? Sarchashmaga bir ukamiz olib borgan ekan, shu tavsiya qildi, shuning uchun keluvdik. Sulton Agradan olmizlar dedi. Keyin jatkalarini aytdi, mana silindrlari o'zgacha bir yaxshi bo'ldi. Mana ular ham dishlalari ham bir mahkamroq bo'ldi. Ana kardamdagi o'qlarini ham bir baqotroq qo'yib, bir yaxshiroq bo'libdi-da. Shuning uchun aka kiritganlaringiz uchun qarang aka, apparat o'ziga yoqdimi? yo'q. Qo'yingizdagi apparatmi? Endi zavod holatiga harakat qilib ishlaganmiz, iloji boricha. Aka, nech pulga tushdi? Qolgan odamlarga ham qiziq, hozir yozadi, aka, nech pul bo'ldi deydi. 140 millionga oldik. 50 millionni berdik boshidan. Saklatorni berilgandi. Qolganni bugun mana Qolgan to'lovini qilib ochib beryapsiz. qolgan to'lovini qilib, mana ochib ketyapmiz. Mana evakuatorga ortib, bo'lsa Bo'ldi. Fasol no'xat chiqazadi. Ertangisiga no'xat bo'lsa bemalol o'ylamasa shu turishda solsanglar bo'lardi. Fasolmidi. Kuzgisiga ham shunday ketaveradi. Hech yeri almashmaydi, o'zgarmaydi. Ichiga qo'yiladigan pichoqlari bor. Uni hali o'zimiz telefonda gaplashib, uni qo'yib olamiz. Yaxshi, momo yo'q. Mana bu silindrlar qo'yilgan mana. Mana shu silindrlar yoqda sizga? Ha, vaqtida mana jatkalarga ham qo'yilgan. Bitta odamning ishida u balonni oyiga tosh qo'y degan narsa bo'lmaydi endi. Bunkerini ham hali silindrlar boshqacha bo'libdi. Baqotroq bo'libdi. Sayfadagilar zo'rdi. Sayfadagilar zo'r. Aka, baraka topinglar, charchamanglar, yaxshi kunga ishlatinglar. Bo'ldi aka, pulni chiqazib oldim deb telefon qilinglar shu yilda o'zida.